Demak, 3-savolimiz alkadiyen tarkibida neytronlar soni 24 ta bo'lsa, undagi protonlar sonini aniqlang deyapti. Xo'p, endi bilamizki, diyenlarning umumiy formulasi CnH2n-2 umumiy formulaga javob berar edi. Endi bizda neytron, mana vodorodda neytron umuman yo'q. Shuning uchun mana uglerod hisobiga olib ketsak bo'laveradi. Demak, mana shu formula bo'yicha neytronni topish uchun 12n dan ayirishim kerak. 6n da barobar qoladi 6n. Endi 12n massadan tartib raqamda ayirishimiz kerak. Shunda kelib chiqadi. Hop, massadan tartib raqamda ayirsak neytronlar soni kelib chiqar ekan. Endi 6n hosil bo'ldi. Demak, jami neytronlar soni 24 ta deganligi uchun 6n barobar 24 deb yozib olaman. Endi topishim uchun 24 ni 6 ga beraman. Demak, 4 chiqadi. Tarkibida 4 ta uglerod bo'lgan alkadiyen ekan. Bu esa to'g'ri keladi. Demak, hop, 1,3 butadiyanga to'g'ri keladi. Butadiyen 1,3 ga. Demak, buni formulasi hop, mana bunday holatda. Mana bunday formulaga to'g'ri keladi. Demak, mana bu yerda ikkita vodorodi bor. Hop, mana ularda ham bittadan vodorodi bor. Endi undagi protonlar sonini aniqlaymiz. Mana shundagi nimani protonlar sonini aniqlab qo'yishim kerak. Birinchi navbatda demak, vodorodni sanayman. 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5, 6 ta vodorod bor. Demak, 6 ta proton degan. Hop, vodorodlarda bittadan proton bor. Demak, 6 ta proton. Endi uglerodlarni hisoblayman. Demak, 1, 2, 3, 4 ta uglerodda, demak, hop, 4 ta uglerodda 4 ni 6 ga ko'paytirishim kerak, tartib raqamiga, ya'ni 6 ga ko'paytirsam 24 ta proton nimada? Uglerodda. Endi vodorodimiz, demak, 6 ta vodorod bor. 6 ta vodorod. Uni ko'paytiraman tartib raqami 1 ga. Demak, 6 ta proton. Jamini qo'shib qo'ysam, demak, 30 ta proton hosil bo'lar ekan. To'g'ri javob A. Keyingi savolimizda aytilyapti, tarkibida 8 ta, demak, uglerod bog'i bo'lgan alkadiyenda nechta uglerod vodorod bog'i bor deyapti. Endi hop, uglerod bog'lar soni uglerodga nisbatan alkadiyenlarda, demak, bittaga ko'p bo'lar ekan. Ya'ni n+1 ga to'g'ri keladi. Ya'ni uglerod nechta bo'lsa, undan bitta ko'p bog'. Hop, shu formuladan foydalanib, demak, n+1 degan umumiy formulaga javob beradi. Mana shu uglerod bog'lar sonimizda deylik, uglerod 4 uglerod bo'lsa, bog'lar soni 5 ta bo'ladi, ya'ni bitta ko'p dedik. Shuning uchun n+1 degan formulani yasab oldim. Endi shu n+1 teng deyapti 8 ga. Endi tenglamani ishlab qo'yishim kerak. 1 o'ng tarafga o'tsa minus bo'lib o'tadi. Demak, n barobar 7 degan moddaga to'g'ri keladi. Demak, tarkibida 7 ta uglerod saqlangan dihem uglevodorod. Formulasini yozaman. Xo'p. Ikkita joyda qo'sh bog' bo'lishi kerak. Xoh birinchi uglerodda, xoh ikkinchi uglerodda, farqi yo'q. Endi hop. Hop, 3, 4, 5, 6, mana bu 7-chi uglerodimiz. Demak, vodorodlarni boshqa rang bilan belgilab qo'yaman. Demak, hop. Mana bu vodorodda, demak, ikkita uglerodda ikkita vodorod bor. Bir yo'la sanab ketamiz. Demak, 1, 2, hop. Mana bu 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi, 8, 9, 10, 11, 12 ta, demak, uglerod vodorod bog'i bor ekan. To'g'ri javob C. Keyingi savolimizda aytilyaptiki, molekulasida 23 ta bog' bo'lgan alkadiyenning molekulyar massasini aniqlang.